Assalomu alaykum ahli YouTube. Bugun yakshanba kuni, dam olish kuni, bizga ish kuni bo'ldi. Suvlarni so'ldirib qo'yganmiz, o'rdaklarimiz mazza cho'milyapti. Bir kundan o'zgarishni sezyapman, sal katta bo'lib qoldi. Yaxshi o'rdaklarimiz yaxshi katta bo'lyapti. Imronbeyda shurvar menga qarashvorsan, jo'ratmasin faqat etkin. Xudo xohlasa mana qumlarni hammasini kravatga solib sekin elayapman. Mana toza turpoqqa aylantiryapmiz. Kravatga tashlab. Mana shu qumlarni hammasini shu yoqqacha bir haftadan 10 kundan Xudo kuch-quvvat berib tursa, kuchimiz yetgancha. Mana shu kecha bo'lsa ham kelsak, balki mana tayyor gidrovizlar shag'al shuni istashaq o'ramiz bag'ga. Bu yoqni agrot qilamiz, xudo xolasa o'rab. Bahorga tayyorlasak, qalampir, pomidor, zelilar ekib o'zimizga endi yeb ichgani. Xo'p, o'rdaklarimizga kelsak, o'rdaklarimiz o'zini yaxshi his qilyapti bugundan yangi kelgan o'rdaklarimiz. Ovqatlarni yeb, to'g'rilarni tentak tashabdi. Mana ona to'g'imiz ovqatni ichida bo'lsa ham don tepib, chachib yeydilarda. Bu chachganlar keyin qolganlari yeydi. Yangiligimiz, tuxumimiz 3 ta bo'ldi. O'rdagimizning tuxumi Xudo xohlasa, lekin 3-chi tuxumni ham qo'yibdi. Mana unisi ham kirib yotib olyapti, bunisi ham kirib yotib olyapti bu bitta tuxumga. Kimda tuxum yegan endi shuncha makullarchida. O'zlaring ham tuxum qo'yinglar kirib yotib olavermasdan. Qancha vaqtli ochib bersalaring, shuncha yaxshi narsa sotamiz bolalarini, jo'jalarini. Xullas bizda hammasi yaxshi. Podpischilarimiz 22 ta bo'libdi. Juda xursand bo'ldim. 2 kunda shunchalik qo'llab-quvvatlaganlaringga, like bosib podpishka qilganlaringga kattakon rahmat sizlarga. Kichkina fermacha qildik-da, mana shu tashlandiq joydan chiroyli fermacha qilib, mana jonivorlarni boqyapmiz. Bularni endi uyimizda go'sht bor, xohlagan paytimiz so'yib yeyishga. O'rdak go'shti, tovuq go'shti, quyon go'shti. Bizning mushukchalarimiz ham bor, mana beozor. Shu kasallik olib kelish yomon ekanda shularni, lekin yeganiga nima qilmaysizlar, jalkamasi. Kasallik olib kelish yomon ekanda bularni. Mana bu makonimiz, kelib turgan makonimiz hamma xo'roziga bir-bir nima qilib chiqadi-yu. Lekin hali tuxumda bas, ham tuxumga kirib qolsa kerak, xudo xolasa. Xo'rozimiz yaxshi katta bo'lyapti. Har kuni xudo xohlasa bir hafta 10 kun harakat qilib, bomdoddan asrgacha ishlaymiz, harakat qilamiz. Aytibdi chiroyli qilishga. Mana bu yerga so'rilarni qilib, xudo xolasa agorotlarni qilib, mana bu yerlarga nariqacham deb borib bekitib, keyin o'rdaklarga g'ulu har xil jonivorlarni olib kelib boqamiz, xudo xolasa. Biz bilan birga bo'ling. O'rdaklarimiz cho'milib chiqishib, yaxshi yeb ichishlari ham yaxshi. Bugundan kecha hech narsa yemadi ham bular. Suvga ham tushmadi, chekkadan hammasi qochib yuradi. Bugundan ancha o'zlarini yengil his qilishyapti. G'aqilloq o'rdaklarimiz. Hali ham gapimiz kuchida. Klient bo'lsa 55 ming so'mdan sotaveramiz mana shu g'aqildoqlarni. Sotilmasa boqib katta qilib yangi yilga yaqin so'yib topshiraveramiz. Makonlarni olib olamiz, 2 tami, 3 tami tuxumga. Xo'rozlarni hammasini so'yib, asosan xo'roz olib keldim, lekin bu g'aqilloqli xo'rozi ham unaqa shovqin qilmaydi ekan, shunisi yaxshi ekan. Makonlarimiz juda shovqin-suron qilar ekan, lekin g'aqilloqlarni erkaklari shovqin qilmaydi ekan. Mana shundan bir 50 ta xudo xolasa bildan keyin sal vaqtga harakat qilib, joy-joyga qilib 50 tami, 100 tami g'aqilloq erkaklaridan terib olsam, olib chiqib, so'yib berish nimasi tozalab olib borib bersa, 80 ming, 70 ming, 75 ming o'rtasida olishyapti ekan choyxonalar. Endi
100 ta bo'lsa 8 million 7,5 million qishga daromad bo'ladi qo'shimcha. 8 million 7 millionga o'tin olib chiqarib olsa ham bo'ladi. Svet gazga pul to'lab chiqarib olsa ham bo'ladi. Endi har xil hisob-kitob qilib, Xudo xohlasa bizim mana daromad manbalarimiz kelyapti, xo'rozlarimiz. Xo'rozlarimiz ham ancha aktiv. Hammaga xayrli kech. İşlaring rivoj. Parrandalaring bo'lsa baraka. Like va podpiska bosinglar. Yana ham ko'payaylik, yana ham qiziqroq videolar chiqarishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.